Bugungi mavzuyimiz nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning muloqot xususiyatlari. Sizlar bilan Ibragimov va Komila. Bugungi mavzuyimiz yuzasidan 3 ta rejamiz mavjud. Ya'ni bular: birinchisi nutq buzilishi turlari va ularning muloqotga ta'siri. Ikkinchisi artikulatsiya va ovoz chiqarish kamchiliklari. Uchinchisi fonologik xatolar va talaffuzdagi turli xil tushunarliliklar, ya'ni talaffuzning noto'g'ri talaffuz qilinish jarayonlari hisoblanadi. Nutq buzilish turlari o'zi nima degan savolga javob bersak, ya'ni nutq buzilishlari nutq insonning asosiy kommunikativ vositasi bo'lib, u fikr almashish, o'zini ifoda etish, ijtimoiy munosabatlar o'rnatish va shaxs sifatida shakllanishda muhim o'rin tutadi. Nutqning buzilishi muloqot jarayonida sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ya'ni bolaning ta'lim jarayonidagi faolligiga hamda psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutq buzilishlari bir qator omillar ta'sirida yuzaga keladi. Ya'ni bularga organik nuqsonlar, funksional o'zgarishlar, genetik, psixologik, stress, eshitishning pasayishi, nevrologik kasalliklar va boshqalar misol bo'lishi mumkin. Endi nutq buzilish turlaridan birinchisi dislaliga to'xtaladigan bo'lsak, dislaliya tovushlarning noto'g'ri talaffuz qilinishi yoki almashtirilishi hisoblanadi. Bu kasallik nutq buzilishida asosan tovushlar bir-biriga almashtirilishi yoki tovushning o'zi noto'g'ri talaffuz qilinishi mumkin. Ya'ni R-ga S-ga almashtirilish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Buning muloqotga ta'siri: bola o'z fikrini ravon yetkaza olmaydi. Atrofdagilar tomonidan tushunmaslik holatlari ko'p bo'ladi. O'ziga ishonchsizlik, uyatchanlik hissi juda ularda yuqoriroq bo'ladi. Disartriya markaziy nerv sistemasi shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nutq nuqsoni hisoblanadi. Bu ham muloqotga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ya'ni nutq sekin, tushunarsiz, qiyin bo'lishi mumkin. O'zaro muloqotda noqulayliklar sezdiriladi. Duduqlanish, ya'ni logonevrozni oladigan bo'lsak, nutqning to'xtab ketishi, tovush yoki bo'g'inni takrorlash jarayonlari bolalarda kuzatishimiz mumkin. Bu ham muloqotga ta'siri bor. Ya'ni ijtimoiy muloqotdan qochish, emotsional tanglik, xavotir kuchayishi, fikrni ketma-ket bayon qilish jarayonlarida ham turli xil qiyinchiliklarni bolaga tug'dirishi mumkin. Bunda ham turli xil ishlar olib boramiz, ya'ni bular bilan ham kompleks ishlar olib borish jarayonida bolaning nutqini ravon nutqqa o'zgartirishimiz mumkin. Keyingimiz nutq buzilish turlari va ularning muloqotga ta'siri. Artikulatsiya buzilishi tovushlar noto'g'ri talaffuz qiladi, ya'ni tushunish pasaytiriladi. Ikkinchi turimiz esa fonologik buzilishlar. Tovush tizimi xatolari, gap qurilishi xatolari, muloqotdagi aralashuvlarni misol qilishimiz mumkin. Ovoz va fonetsion buzilishlar. Ovoz sifatini yomon, eshitish va anglash qiyinlashadi. Keyingimizga o'tadigan bo'lsak, ya'ni bunda artikulatsiya va ovoz chiqarish kamchiliklari nutq tovushlarini to'g'ri hosil qila olmaslik, tovushlarni almashtirish, yo'qotish yoki qo'shimcha tovushlar bilan namoyon bo'ladi. Motor nutq buzilishlari, ya'ni motor nutq buzilishlari artikulatsiya qobiliyatini pasaytiradi. Ovoz sifati xirillash, nafasli, burunli yoki sust holatda bo'lishi mumkin, ya'ni kuzatishimiz mumkin. Keyingimiz fonologik xatolar, ya'ni almashtirilishi, tushirib qo'yish, buzilishlar, assimilyatsiya va klasterlarni kamaytirish, mushak noto'g'ri talaffuz qilinishi, unli va undosh tovushlarni almashtirilishi, ya'ni ulardan noto'g'ri foydalanish jarayonlarini ham misol qilishimiz mumkin. Keyingimiz esa lug'at boyligi va leksik rivojlanishdagi qiyinchiliklar. Lug'at boyligi va leksik rivojlanishdagi kamchiliklar nutqida kam so'zlar, noaniq ma'nolar, sinonim va antonimlarni yaxshi o'zlashtirmaslik bilan namoyon bo'ladi. So'z boyligi sekin rivojlanishdan
odatda 2-5 yoshda sezilarli bo'lishi mumkin. Ya'ni asosan maktabgacha yoshdagi bolalarda buni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni savollar berish orqali ular tashqi olamni savollar berish orqali taniydi. Ya'ni bu yoshdagi bolalarda turli xil savollarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bu nima qila oladi kabi savollar natijasida ham ular lug'at boyligini kengaytirib boradi. Bolalar o'z so'z topa olmasliklari, ya'ni turli xil tarmoqlar zaifligi, so'zlarni noto'g'ri ishlatishlar natijasida ham bu muloqot ko'nikmalari yaxshi rivojlanmasliklari mumkin. Keyingimiz esa sintaksis va gap tuzilishdagi qiyinchiliklar. Sintaksis va gap tuzishdagi qiyinchiliklar nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda sodda gaplarni cheklanadi. Bo'lish so'zlar va bog'lovchilardan kunlik foydalanadi. So'z tartibi xatoliklar ko'p uchraydi. Kompleks gaplar tuza olmasliklarini bularda kuzatishimiz mumkin. Keyingimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi slaydimizda pragmatik muloqot qobiliyati va ijtimoiy tillar bilan bog'liq xususiyatlarini yoritilgan, ya'ni nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda pragmatik muloqot qobiliyati zaif, ya'ni e'tibor va ko'z qarashini o'tkazish cheklangan. Navbatni saqlash, muloqotni boshlash, qayta tiklash qiyin. Imo-ishora va mimikadan kam ishlatish, til registratsiyalarini kontekstga moslashtira olmaslik, mavzuni uzoq davom ettira olmaslik jarayonlarini kuzatishimiz mumkin. Keyingi slaydimizda esa bolalarda tillarni takrorlash, sekin nutq va kekirdak belgilariga tovushlarni yoki bo'laklarni takrorlash, tovushlarni cho'zish, nutq bloklari kiritiladi. Ya'ni sekin nutq ritmining buzilishi, sekin artikulatsiya va so'z topishdagi qiyinchiliklarni kuzatishimiz mumkin. Keyingi slaydimizda yoritilgan mavzumiz nutqni tushunish va ma'no ajratishdagi muammolar. Ya'ni lug'at cheklanganligi sababli so'z va iboralarni tushunishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Murakkab yoki uzun jumlalarni tahlil qilishda zaifliklar kuzatishimiz mumkin. Og'zaki yo'llanmalarni va ko'p bosqichli buyruqlarni bajarishdagi turli xil xatolarni bunday bolalarni kuzatishimiz mumkin. Ishchi xotira cheklovlari tufayli ma'lumotni saqlash muammolari juda ham ko'p uchrashi mumkin. Keyingimizda nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda nonverbal muloqot, mimika, imo-ishora tili asosiy aloqa vositasidir. Mimika hissiyotlar va intonatsiyani osonroq yetkazadi. Shuning uchun ham ba'zi bir bolalarda ko'ramiz, suv ichish jarayonida ham suvga imo-ishora qilish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Bular bilan muloqotni yaxshilash, ya'ni nutqni to'g'ri korreksiya qilish uchun ham bolaga birinchi o'sha so'zni aytishini buyurishimiz va o'sha so'zni aytgandan so'ng uning ehtiyojlarini qondirishimiz lozim hisoblanadi. Nutq anglashuvchanligi bolaning so'zlarni eshituvchining to'liq tushunishi darajasini bildiradi. Taqsimotga ta'sir etuvchi omillar artikulatsiya aniqlanmasligi, fonatsiyadagi turli xil buzilishlar, disartriya, temp, intonatsiya, fonologik respiratorlar natijasida so'z birikmalarini tuza olmaslik natijasida ham nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda bunday qiyinchiliklarni yuzaga kelishi mumkin. Biz bunday bolalarni korreksiya qilish jarayonida kompleks ravishda ish olib borishimiz lozim. Ya'ni birinchi o'rinda uning psixologiyasi bilan shug'ullanishimiz lozim. Ya'ni ba'zi bir bolalarga nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni korreksiya qilish jarayonida ularga ba'zi bir mashg'ulotlarimiz yoqmasligi mumkin. Ya'ni buni qila olmasliklari, ya'ni qilishni xohlamasliklari mumkin. Shuning uchun ham birinchi o'rinda bola bilan kontakt o'rnatishimiz va undan so'ng esa korreksion ishlar jarayonlarini olib borishimiz lozim hisoblanadi. Ya'ni kompleks jarayonda ham bola bilan birinchi o'rinda nevropatolog, psixolog, pedagog, logoped
agar iloji bo'lsa, nutqiy nuqsoni og'ir bo'lsa, stomatologlarni ham birga olib borish jarayonida kompleks ish olib borishimiz lozim hisoblanadi. Nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarda turli xil birinchi o'rinda ular bilan nafas mashqlari, artikulyatsiya mashqlari va undan so'ng esa qaysi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarni aniqlab olamiz va o'sha nutq nuqsoni ustida korreksiya ishlari olib boramiz. Bunda bolalarga birdaniga korreksiya ishlari olib borilmaydi, ya'ni yengildan qiyinga qarab etapma-etap korreksiya ishlarini olib borishimiz lozim hisoblanadi. Ya'ni bunda ham bolaning ehtiyojlariga, ya'ni qiziqishlariga va uning ijtimoiy holatiga qarab korreksiya ishlarini olib boramiz. Birinchi masalan, eng yengil darajadagi dislaliya nutq buzilishlarini oladigan bo'lsak, dislaliyada birinchi nafas mashqlari, artikulyatsiya mashqlari, undan so'ng esa bolaga qaysi tovushda kamchiligi bo'lsa, o'sha kamchilikni aniqlaymiz va unli tovushlarda, keyin undosh tovushlarda, bo'g'inlarda va keyin iboralarda uning nutqini mustahkamlab borishimiz mumkin. Undan so'ng esa masalan, biron bir nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarda muloqot ko'nikmalari ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Ya'ni bola o'zidagi fobiyani yenga olmaydi va noto'g'ri gapirib qo'yaman degan fikrda u boshqalarga fikrini bayon eta olmaydi. Bayon eta olsa ham o'zining yaqin do'stiga gapirishi mumkin dars jarayonida. Undan tashqari boshqa bolalar bilan muloqot o'rnata olmaydi. Dars jarayonida ham o'qituvchi savol berish jarayonida boladagi savolga javobni ola olmasliklari mumkin. Ya'ni bolada qo'rquv, ya'ni bunda men noto'g'ri gapirib qo'yishim mumkin yoki bolalar meni ustimdan kulishi mumkin degan g'oyalar, ya'ni fikrlar unda yuqoriroq bo'ladi. Ham pedagogdan kuchli mahorat talab qilinadi. Ya'ni bola bilan turli xil kontakt o'rnatgan holda boladagi muammolarni bartaraf etish va bolani ijtimoiy muhitga, ya'ni muloqot vositasi yordamida ijtimoiy muhitga qo'shishni talab etishimiz mumkin. Bu jarayonda ham biz ular bilan kompleks ishlar olib boramiz. Ya'ni pedagog, logoped, psixolog hamkorlikda bolani muloqotga qo'shishlari mumkin. Bu jarayonlarda ham nafaqat boladan, ota-onadan ham kuchli talab qo'yiladi. Ya'ni defektolog, logoped, psixolog, pedagog dars jarayonida bola bilan 2 soat shug'ullansa, u qolgan vaqtini ota-ona bilan o'tkazadi. Ota-onadan ham o'sha mashg'ulotlarni shug'ullanish talab etiladi. Kompleks jarayonda, ya'ni bola bilan shug'ullanish jarayonida boladan effektni, ya'ni natijani sezishimiz mumkin. Ya'ni bir tomonlama emas, bu jarayonda 2 tomonlama hamkorlikda ishlash muhim vosita hisoblanadi. Shunda boladagi muloqot vositalarini yaxshilashimiz va nutqidagi turli xil nuqsonlarni korreksiyalashimiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.